Shuncha odam Gold bilan Taysonni jangiga kelganda, to'g'risida akalar bunaqa jang kutmagandik, to'g'rimi? To'g'risi men Shahzodni Goldni yutqizadi deb o'ylamagandim. Taysondan juda yaxshi, juda bir jang ko'rsatadi deb o'ylagandim, to'g'risi. Hamma qaytyapti, hali 5-6 ta jang bo'lmadi, qaytib ketyapti hamma. Nastroyение 0, короче. Assalomu alaykum. Butun O'zbekiston ahli, barcha musulmonlar, bayislar va barcha o'zbeklar. Kechagi Oktagondagi jangni ko'rdinglar. Hamma Goldni yutqizishini kutib yurgan ekan. Kommentariyada yozamiz, qoralaymiz, ustidan kulamiz, balchiqqa botiramiz. O'zbeklarda shunaqada yiqilsa turg'izib qo'yish yo'q. Yiqilsa amal iloji boricha tepkilar bir tepib o'tsam deydi-da. Gapiradi bizada. Yutkizib qo'ysa, men bilardim yutkizishni. Goldni shunaqa edi. Yutib qo'ysa agar men sezgandim yutishni, men yutishni bilardim, aytdim yutadi deb deydi. Yutkizib qo'ysa, men aytdim yutkizib qo'yadi deb deydi. Padeshka qilish yo'q. Shunaqa padeshka qilish yo'q biz o'zbeklarda. Qo'lingdan kelsa agar padeshka qil, qilolmasa unaqa yomonlab ham chiqma. Golddan O'zbekiston sha'nini, bayrog'ini ko'taraman deb Oktagonga chiqdi, sababini qildi. Yutkizish bu Allohdan. Bizni qo'limizda emas. Qo'lingdan kelsa agar chiq, urish, Gold o'rniga o'sha sapernik bilan bayrog'imizni ko'tar, xursand bo'laylik. Bobur Qurbonov haq gap aytib ketdi-da. Bu jang, bu sport, yutkizish bo'ladi. Yutqizsak ham, yutsak ham umuman negativ bildirmanglar. Yutkizsa, yutganda padeshka himoya qilinglar, tepaga ko'taringlar dedi. Foydasi yo'q baribir u gapga. Hech kim amal qilmaydi narsaga. Lekin dunyo his qilgan O'zbekistonning padeshkasini, bir-birini bayislar qo'llab-quvvatlashligini. Lekin ayrim shu kuttiboq bolalar, insonlar yomonlab negativ yozib chiqadi-da. Qaraboz, maymun sirkchilar joyi bo'lib qoldi Oktagon liga. Ramazon Temirov, Doston Bozorovlari, Shohhasan Mirzamatov, Asabek Saidovlar, mana Anvar G'ayipov urishdi. Shunaqa chiroyli jang qildi-da, jang ko'rsatdi. Odam mazza qilib tomosha qiladi. Mana Saturn, Taysonlari umuman bu joylarni chopish kerak bu. Masxarabozlikni chopish kerak-da. Ular bilan mana shu o'g'limiz urush qilaveradi-da. Muhammad. Ada Tayson maslanku, yurganmanku, urushiramanmi? Malades, ko'rding, mana shu yosh bolani aqli yetadi shu narsaga. O'shalari shuni ustini qoralab, yopib boradigan darajada shunaqa qiliqliklar qilyapti, xunrizliklar qilyapti bizning O'zbekiston. Bayisman degan ko'taboqchi chiqoqlar. O'shalarni nomini qora qilib qo'yapti-da. O'zbekiston deganda hamma o'shalarni nazarda tutyapti. O'zbekiston bayisi deganda kulyapti hamma. O'zbekiston bayisi yo'q deyapti hamma.